Yangibozor tumanida joylashgan Samira gullar do'koniga kelmoq. Bizlarda gul do'konimiz ochilganidan 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri faoliyat ko'rsatib Mijozlarimizdan xursand, gullarimizdan sveji gullarimiz bor, искусственный gullarimiz bor. Keyin bunday taxlab beradigan живой gullarimiz bor savatlarga. Ba'zi tayyor, готовый Bu tayyor havo. Buni birovga uzatib berib qo'ysizmi? Havo, buni zakaz asosida uzatib qo'yibman. Necha dona gul bor shu yerda hozir? Bu yerda 101 dona atirgul bor. Живой atirgul, ha? Живой atirgul Ham bor. oq, ham qizil ekan, ha? Havo. Kimdir podark ketyapti buni? Ha, kim? Bular ham shu nima живойmi? Ana bular hammasi живойный. Bular живой hammasi. Rossiyada turib zakaz qilsalar ham dastavkalarni qilib beramiz. Boshqa davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, oilangizga, yaqin do'stlaringizni tabriklashga bo'lsangiz, shoxdan turib pulni tashlab berasizlar. Bular o'zlari sentrda ichi bo'ladigan bo'lsa, bepul olib borib tabriklab ketadilar. Nechagacha ishlaysiz o'zi? Kechki 12 gacha ishlaymiz. U 12 dan keyin tabriklasangiz bo'ladimi? Masalan, yarim 5 da jo'rag'ingizni tabriklasizlar, yaqin tanishlaringizni tabriklasizlar, gulab borsangiz bo'ladi. Xullas, shunday narsalar bor bu yerda. Undan tashqari aksessuarlar, katta o'yinchiqlar, mana podarkalar bor. Bunda uzatilmagan gullarimiz ham bor. Bizlarda bularni zakaz asosida taxlab ham beraveramiz. Hech kim zakaz qilsalar. Ana bu gullarimiz ham живойный hammasi. Miyaki igrushkalarimiz bor, korobkalarimiz bor. Ana cho'kaberichilarga ana shunday chiroyli korobkalar bor ana. Podarkalik vajlar. Avang, ichini buni cho'kaberi taxlab, chiroyli etib To'ldirib beradi, ha? Ava kimgadir podarka qiladi. Uchtasi birda deb aytiladi bu do'konimiz. Faqat bu yerda quru gul, moroji bo'ladi, tort bo'ladi. Azit yeb ichsangiz Ana bu bo'ladi. namoz joylar, chiroyli. Yumshaqqina. Ava yumshoq. O'zini korobkasida bo'dim hashamatli bo'lib ko'rinadigan narsadan. Komplekt. Zo'r mana. Ochilib paklanadi ekan. Ochilib paklanadi. Ichini buklab, qopqog'ini yopib beramiz chiroyli. Xalasa shu yerdan kelib aktorsinlar, ha? Ava, xalasalar kevakisida bo'ladi. Bunda Qur'on nabonlarimiz ham bor ina. Qur'on nabonlar bor, har xili bor buni. Ayollarga, erkaklarga rangini tanlab olaveradi o'zlari. Bizlarda ina xonadonlarga, ofislarga qo'yish uchun shunday dekorativniy gullarimiz bor. Dim chiroyli bo'lib turadi, joyga o'xshab turadi. Bundan tashqari nima ishlar qilasiz yana? Tort bor, ha? Adashmasam. Ha, bundan tashqari bizda morojnilarimiz bor, pirojnilarimiz bor, kelib o'tirib oilaviy hordiq chiqarmoqqa moxitolarimiz bor. Muzda ichimliklar bor. Muzda ichimliklar bor, yaxna ichimliklar. Keyin bu vazalarimiz bor, ba'zi trenddagi vazalarimiz chiroyli. Chiroyli vaza bu. Bambuk gullarni solib qo'ymadim zo'r. Chiroyli ko'rinadi, ha, ichimda. Ha, uyda high-tech nesini beradidan bu ko'rinishini. Chiroyli vaza. Yaltirab turadi-da ichimda. Ha. Ehtiyot bo'lib ishlatasizlar lekin sinishi mumkin. Yaxshi. Ma'lumot uchun kattakon rahmat. Qolgan yerlardan ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Atmosferani ko'rib turibsizlarmi? Yo'lni bo'yinda Urganch bilan yo'lni ustida bo'ladi. Zo'r, mana salqingana ezitib o'tirsangiz bo'ladi. Moxitoni har xil turi bo'ladi. Ilk ta'mindan ham gap bor ekan mana. Biz hozir okean ta'mlisini ichib o'tiribmiz. Okeanning ta'mi keladi. Ishlarni, muzlarni solib, har xil salatan vejlarni solib kelgan chiroyli etib ichib ko'ringlar, o'zlariga tavsiya qilaman. Undan tashqari mana morojniy ham bor. Oilaviy o'tirib yeb ichishga no yetsin jo'ralar, kechda kenglar salqinda o'zingiz uchun bir dam oling. Istagan narsa bo'laveradi. Bir kechda kenglar ochiq havoda bir dam olinglar. Ustalarni ko'rib tursa 4 kishilik, qolasangiz 5 kishi, 10 kishigacha ustalarni taxlab o'tirsangiz bo'ladi. Ava, necha odam bo'lib kelsa ham stollarni taxlab beramiz morojnilarga. Ichimliklar hamma narsasi bo'ladi. Ichimliklar hammasi bor. Azitib o'tirib, hordiq chiqarib. Salqingan ekan, ha? Ava. Azitib o'tirsa bo'ladi yana. Chiroyli. Zo'r, zakonli. Buni manzillari Yangibozor tumani sentrida joylashgan axir, ha? Ava, sentrda, Poskayda hamma biladi-ku. Poskayda shu. Poskay desangiz o'zi hamma biladi Yangibozor sentrida. Shu yerda yana joylashgan bo'ladi. O'zi Samira gullari deb yo'l ustida yozib qo'yibdi. Aviakassani ham boshida, tren konfetining buyog'ida bo'ladi. Shu yerda kelaverasizlar. Uchtasi birda bo'ladi. Morojniy, tort, gul, hamma narsa bo'ladi. Bir ishingiz hammasi shu yerda bitib ketadi. Buni tushunmasangiz, telefon nomerini video ostida qoldiraman, bemalol dastlab ketasizlar yoki shu yerga kelib o'tirib, yeb ichib, gullarni olib podarka etsangiz ham bo'laveradi. Omon bo'lasizlar, yaqin do'stlaringizga bu videoni tashlab qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'linglar.